Chernobylda qo'rqinchli siri bormi? Chernobil elektrostansiyasining ichida hali ham o'sishni davom etayotgan bir narsa bor va bu jism katta ehtimol bilan tirik. Bekzod bobo qanaqa qilib o'zi buni aniqlashgan? Gap shundaki, bolam, olimlar yillar davomida maxsus uskunalar yordamida bu xarobalarning tagidan har xil g'alati faoliyatlarni kuzatib kelishgan. Bekzod bobo, lekin u yerda radiatsiya kuchli bo'lganini hisobiga hech kim tirik qolmaydi-ku. Gap shundaki, bolalarim, u tirik jism umuman odam emas yoki qanaqadir hayvon emas. Bunaqa kuchli radiatsiya nurlanishida hatto men ham rahmatli bo'lib ketgan bo'lardim. 1986-yilda olimlar va likvidatorlar Chernobilda yer yuzidagi eng xavfli obyektga duch kelishadi. Internetda shov-shuv bo'lib ketdi bu xabarlar lekin. Oy, gapni bo'lma. Ya'ni o'sha mashhur fil oyog'i deb nomlangan jismga bu yadro yoqilg'isidan hosil bo'lgan lava. Tasavvur qilasizmi? Gapi bo'lmadi u. Uning yaqinida turish 1 soatda 10,000 rengendan ortiq nurlanish olish degani. Bu esa odamni 1 daqiqadan kam vaqt ichida o'ldirish degani. Aytishligi bo'yicha fil oyog'ini o'rganishga borgan har bir inson shifoxonada 1 haftaga ham bormay vafot etgan. Bu jism sekin-astalik bilan yon atrofdagi любой narsani eritib, yerni qa'riga kirib borishni davom etmoqda. Eng qo'rqimchlisi shuki, bu radioaktiv massa hali ham o'lmagan. U hanuz reaksiyaga kirishmoqda. Xarobalar ostida sekin-asta tarqalib rivojlanmoqda. Uni ustiga yon atrofda boshqa joylarda ham radiatsiya kuchli joylar bor bolam. Va u joylarda xabaringlar bo'lsa har xil mutantlar tarqalyapti. Maqtanishmasin, lekin kecha 2 tugulmaydi. Gapni yana bo'ldingmi? Paddaringga.